Assalomu alaykum. Va alaykum Aka, yaxshimisiz? Uka. Hozir pulim yo'q. 2 oyda qilib beraman deb kelishdik-ku. Gaplashganimizga. Xavotir olmang, men pulga kelganim yo'q. O'g'illaringiz uydami? Uyda. Chaqiring. Hozir. Qani? Yuringlar, chiqinglar. Ha. Mana, bir oyda keladigan velosipedlaring 4 kunda keldi. Qani ko'rchi? Kelchi. Kel. Ko'r. Yoqdimi? Zo'r ekan-a, dada. Hali yoqdimi? Endi bu velosipedlar sizlarniki, ho? Rahmat amaki. Ha, aytgancha. Rahmat uka, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Aka, mana bu ustaxonada bergan pulingiz. Yo'q. Oling aka. Mashinamni o'zim to'g'irlatib olaman. Mendan qarz emassiz. Axir hech yo'g'im shuni oling. Mendan qarz emassiz. Men o'zimga kerakligini oldim. Mayli, yaxshi qolinglar. Ey Xudo. Berganlarga o'zing ko'paytirib bergin. Allohu akbar.